3 xonaga Yunusobod 15-kvartal kelganman. 2 xona, 3 xona qilingan 50 kvadrat yevro remont mebel texnikalar bilan tayyor. Joyini tushuntiraman mana. Bu yog'i 15, bu yog'i 16. Mana kirib kelishda do'kon, magazin, Turkiston metrodan shunday chiqasizlar 5 minutlik yo'l. Mana bog'chaning to'g'risi, bu yog'ida maktab bor, metro, transport hamma narsa zo'r. 2 xona yevro remont, hozir ishlarini ko'rsataman. Eshiklar ham mana knopka sensorli bo'libdi. Remont haqiqatan kirgandan shunday o'zinglarni chaqirib oladi. Mana kiraverish mana qanaqalari bilasiz. Hammom tualetlari alohida ekan mana. Yangi kafel, hammasi yaxshi narsa ishlatilibdi. Mana bu yoq vanna stiralkalari ham, rakvinalari bor. Mana zalni ko'rsatay endi. Tomon bitta alagani kuyov dizaynermi deyman, chiroyli qilib divan, televizorlar, kartinkalar, gullarni, jivoy bo'lmasa ham hammamiz spalniga ko'rsataylik. Yexiya ranglari ham juda toza shot degan ranglari. Mana yevro remont, mebel, texnika, hamma narsalar bilan konditsionerlari ham bor ekan. Uyda issiq. Mana divan zo'r ekan. Bu divan unaqa menimcha bunday yig'sam spalni ham bo'lib ketaveradi. Xo'p, 2 xona, 3 xona qilingan. Mana bitta o'zi tegib oshxona bo'lgan mana. Bemalol detskiy, xohlasanglar рабочий, xohlasanglar garderobni. Balkon 1,5 ga 6, oshxona chiqqan, stol mana bunaqa ko'rib turganinglardek joyi zo'r. Tushuntirgandek joyi ham zo'r, uy ham zo'r, puli ham zo'r. Narxini 79.900 so'rashyapti. Azini kelishtiradigan joyi bor ekan. Naqdga ham ipoteka qilsa ham bo'ladi. Bank gaplashib qo'yganlar bemalol pastki nomerga aloqa qilib qo'yasizlar. Tamom, hammalarga shunaqa uylar bundan zo'r nasib qilsin. Amin. Allohu akbar.